Salom hammaga. Bugun sizlar bilan yosh bolalarda ichakning tutilish holati, ya'ni ichak invaginatsiyasi haqida gaplashamiz. Va men doktor Hasanov aynan mana shu invaginatsiya borasida sizlarga to'liqroq ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bolalar jarrohligida deyarli tez-tez uchrab turadigan va shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan bunday holatni nima ekanligi, qanday kelib chiqqanligi, sababi, klinik ko'rinishi, diagnostikasi va davolash borasida ham to'xtalib o'taman. Siz esa kuzatishda davom eting va YouTube qoidalariga amal qilgan holda shu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu videoni ko'proq hamyurtlarimiz ko'rishga yordam beradi. Ichak invaginatsiyasi bu holat hisoblanadi, qachonki ichakning bir qismi ichakning boshqa bir qismiga kirib qolishidan yuzaga keladi. Bolalar jarrohligida yuqorida aytganimdek, bu vaqtda shoshilinch tibbiy yordam zarur. U ingichka ichakda ham, yo'g'on ichakda ham bo'ladi yoki ingichka ichakning yo'g'on ichakka kirib qolishlari uchrashi mumkin va aynan mana shu 3-ko'rinish yosh bolalarda ko'proq kuzatiladi. Bolaning 6 oyligidan to 2 yoshigacha 75-80% va asosan o'g'il bolalarda ko'proq uchraydi. Katta yoshlilarda esa invaginatsiya juda ham kam yuzaga keladi. Buning qanday yuzaga kelish sabablarini biz sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Sababiga keladigan bo'lsak, mahalliy tibbiy qo'lyozmalarda 3 ta sabab berilgan. Bular anatomik xususiyatga ko'ra. Bunda asosan qaysidir a'zoning noto'g'ri harakati oqibatida yoki noto'g'ri joylashishidan kelib chiqishi mumkin. Ikkinchi keltirib chiqaruvchi omil pediatrlarning va bolalar jarrohligining ta'kidlashicha, bunga asosiy sabab bolalarga beriladigan qo'shimcha aralashmalar va ovqatlar hisoblanadi. Men ham o'z tajribamda aynan shu sabab bilan bog'liq holatlarga juda ko'p duch kelganman. Chunki qachonki bola organizmiga ona sutidan tashqari yod bo'lgan boshqa mahsulotlar kirganda, u ichaklar harakatini o'zgartirishi orqali invaginatsiya yuzaga kelishi mumkin. Yana ham mushak va nerv apparatining to'liq tiklanmaganligi ham sabab bo'ladi. Uchinchisi esa organlarning noto'g'ri shakllanishidan kelib chiqqan Meckel divertikuli, ichak poliplari va shunga o'xshash boshqa sabablar ham kiradi. Chet el qo'lyozmalarida invaginatsiyani idiopatik yo'l bilan ham yuzaga keladi deb ta'kidlashadi. Bunda invaginatsiya kelib chiqishi aniq emas, lekin shunga qaramay 75% holatlarda virus va boshqa mikroorganizmlarni sabab qilib ko'rsatishgan. Chunki kuzatishlar natijasiga ko'ra fasl bilan bog'liq ichak kasalliklari paytida, ya'ni gastroenterit va shu kabi boshqa kasalliklar bilan bir qatorda invaginatsiya ham ko'p kuzatilgan. Yana ham invaginatsiyaning kelib chiqishiga bolalarning rotavirusga emlanishi bilan bog'liq bir qancha vaksinalar ham sabab bo'ladi deyshadi. Aynan Rotashield vaksinasi invaginatsiyani 22 barobar ko'payishiga olib kelgan. Shu sababli bu vaksina hozirgi kunda ko'plab davlatlardan sotuvdan olingan. Savol: qanday qilib invaginatsiya yuzaga keladi? Yuqorida ko'rib chiqqan sabablardan biri ichakning bir qismi keyingi qismiga kirib qolishiga sababchi bo'ladi. Bu holatda invaginatsiya o'z vaqtida hal qilinmas ekan, u ichakdagi qon va limfa oqimini yomonlashtiradi va ularning turib qolishi ichakda shishni yuzaga keltiradi. Oqibatda bu o'sha joyda og'riqni paydo qiladi va ayniqsa qon aylanishini butunlay to'xtatadi. Keyinchalik esa ichakning teshilishiga va qorin bo'shlig'ida yallig'lanish jarayonining boshlanishiga turtki bo'ladi. Klinik ko'rinishga keladigan bo'lsak, bunda 3 ta asosiy belgini aniq ko'rsatishimiz mumkin. Bu qorin paypaslab ko'rilganda katta hajmli shishning yuzaga kelishi, najasdagi qon va qorindagi og'riq. Bu belgilarning ko'rinishi vaqtiga nisbatan har xil bo'ladi. Chunki u borgan sari kuchayishi mumkin. Shu sababli ham ularning klinik davri mavjud. Bu albatta pediatrlar, tez yordam xodimlari uchun va albatta bolalar jarrohi uchun ham juda zarur bilishlari va buni siz ham bilib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Boshlang'ich davr kasallik alomatlari boshlanganidan keyin 5-6 soatni o'z ichiga oladi. Aniq klinik belgilarning paydo bo'lish davri 16 soatgacha yoki ko'pi bilan 24 soatgacha bo'ladi. Bu davrda klinik ko'rinishlar har xil bo'ladi. Shuning uchun jarrohlar bu davrda invaginatsiyani hal qilishni jarrohlik amaliyotisiz amalga oshirishning yo'lini ko'rish kerak. Chunki keyingi davr bu asoratlarning kelib chiqish davri hisoblanadi va bu jarrohlik amaliyotini talab qiladi. Odatda invaginatsiyaning klassik ko'rinishi bu yosh bolada qorin og'riqning to'satdan bo'lishi vaqti bilan og'riq kuchayadi va u spastik xarakterga ega bo'ladi. Lekin og'riq doimiy bo'lmaydi. Ya'ni qisqa og'riq mahal bola yig'lab bezovtalagandan keyin 20-25 daqiqa tinchib qoladi.
va yana og'riq tufayli bola bezovtalanadi, keyin yana tinchib qoladi. Ichak invaginatsiyasini boshdan o'tkazgan ota-onalar buni yaxshi bilishadi. Albatta, tinch oraliq borgan sari qisqarib boradi, chunki bu kasallikning kuchayotganidan darak bera boshlaydi. Keyingi belgilarga keladigan bo'lsak, boshlang'ich davrda qusish bir marotaba kuchayishi mumkin. Tana harorati odatda normada va najas deyarli o'zgarmagan bo'ladi. Aniq klinik belgilarning paydo bo'lish davrida og'riq kuchayadi va bezovtalanish saqlanadi. Lekin bu mahal najasda qon belgilarini payqashingiz mumkin. Uning rangi xuddi malinali jeliga o'xshash bo'ladi, ya'ni och qizil rangda. Aniqlashda eng ma'qul yo'l bu UZI va rentgen hisoblanadi. Bular bizga ichak invaginatsiyasini aniqlashda to'liqroq ma'lumot beradi. Davolashda biz pnevmoirogaskopiyadan foydalanamiz. Bu jarohatsiz amaliyot hisoblanadi va buni kasallik alomatlari boshlangandan so'ng 24 soat ichida o'tkazish kerak. Agar pnevmoirogaskopiya yordamida invaginatsiyani hal qila olmasak yoki asoratlar yuzaga kelgan bo'lsa, biz faqatgina bu vaqtda jarrohlik amaliyotini qo'llashimiz shart. Invaginatsiyani jarrohlik amaliyotsiz to'g'rilagandan keyin bolaning keyingi sog'lig'ini kuzatib borish juda ham muhim. Chunki u qaytalanishi ham mumkin. Shu sababli alomatlari yana qaytalansa, zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Bu kasallik haqida ancha-muncha kishi ma'lumotga ega emas va aniqroq aytadigan bo'lsak, deyarli ko'pchilik. Shuning uchun sizga mavzu ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. Videolarimni kuzatib borayotganingizdan va like bosib qo'llab turganingizdan xursandman. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.